Hicratning 19-yillarida sahobalarni Umar ibn Hattobning zamonasida Rumda urush qilishlikka Rumga yuboriladi. Rumning podshohi Qaysar. Unga shunday xabarlar kelgan bo'ladi, musulmonlar ular jangga kirsa yengilmaydi. Nimaga? Ularning biror bir narsasi qilishlari yoki bir ularning kamonlari boshqachami desa, yo'q, ularning qo'lida qilishlari ham o'zi sinib ketaylik turgan qilishlar. Ularning otlari uchqurmi desa, yo'q, ular 4 ta 5 tasi bitta otga mingashib keladi. Yo'lda otini almashib, biri minsa, biri to'xtab, biri minsa, biri to'xtab, shunaqa qilib kelishadi. Ha, undan nimaga ular shunaqa jangga kirsa yengib qo'yadi desa, ularni bilmadigu, ichida boshqacha bir narsasi bor bularning. Qalbda iymon. Ularning ichida bir narsasi bor. Ular jangga kirsa, ular hech jangdan qaytmaydi. Shunda Rumning podshohi Qaysar aytadiki, "Ey shu jangda deydi, shulardan bittasini bo'lsa ham 3 tasanglar deydi, tiriklay men gap qilinglar" deydi. Allohning taqdiri bilan shu jangga kirganda musulmonlardan bir nechasi asirga tushadi. Uni askarlar olib keladi Qaysarning oldiga. Shularning ichida Abdullah ibn Huzafa radhiyallohu anhu asir bo'lgan bo'ladi. Shunda haligi podshoh Abdullah ibn Huzafaga uzoq qaraydi. Uzoq qaraydida keyin aytadiki, "Men senga bitta narsa aytaman" dedi. "Nima deysan?" desa, Abdullah ibn Huzafa Sahmi aytadi, "Nima aytasan?" dedi. "Sen o'zingni diningni tashada, qarang, endi sinab ko'rmoqchida. Ularning qanaqa salobatli, nima uchun bular mustahkam dinda turibdi? Sinab ko'r. O'zingni diningni tashada, bizni dinimizga, Nasroniy diniga o'tgin deydi. Men seni shunday qo'yib yuboraman-da va seni meni huzurimda eng ulug' insonga aylanasan. Qachon kelsang, eshik tepib keraverasan, poshshanon deydi." Voh, qarang. Sinovni qarang. O'zing zanjirdasan, kishanlanib turibsan, yo o'limga hukm qilinasan, yo bir narsa bo'lasan. Aniq shunday bo'lib turgan vaqtda kelgan taklifni qarang. Seni hurmat qilaman, poshshoni eshigini shunday tepib kirasan, ha? Seni ozod qilaman, qo'yib yuboraman deyapti. Shunda Abdullah ibn Huzafa kuldi. Kuldida aytdiki, "Men dedi, hayhata hayhat. Uzoq tushunga ham kirmaydigan narsani aytding" dedi. Bu juda ham uzoq narsani aytding dedi. "Bu sen aytgan narsani men qilgandan ko'ra" dedi. "Dinimdan chiqib seni xristian nima edi, nasroniy diniga o'tgandan ko'ra 1000 marta o'lganim yaxshi" dedi. 1000 marta o'lganim, 1000 ta jonim bo'lsa, 1000 ta jonim shu yo'lda o'lgani yaxshi dedi. Deganida podshohimday o'ziga keldi. Ha, o'ylaganda hozir xursand bo'lib ketadi, ha? Hozir bizda birontasiga aytib qolsa, Alloh saqlasin. Xursandligidan nima qilib qoladi. Shundan keyin podshoh o'ziga keldida aytdiki, "Ha, jiddiy kishiga o'xshaysan-a" dedi. "Jiddiy gapingda turadigan kishiga o'xshaysan-a" dedi. "Mayli, seni" dedi, "men podshohligimga sherik qilaman" dedi. Rum podshohi. Bilasizlar, Rum bilan Faris nima degan davlat bo'lgan? Bizachasida aytdi, Amerika deganday, Xitoy deganday bo'lib qolganda. Shuning podshohning sherigi bo'lasan dedi. "Ke" dedi. "Shu nasroniy dinini qabul qil" dedi, "sherik bo'lasan menga." Qo'l asir zanjirda turibdi, kishanlanib o'limga hukm qilinish ehtimolda podshoh bo'lishlikka ko'tarilyapti. Bir zumda podshoh bo'lay deb turibdi, lekin nima deyapti? Haligimda. Shunda aytdiki, "Yo'q" dedi. "Agar sen o'zingni bir podshohligingni unga qo'shib butun arab mamlakatini podshohligini olib bersang ham, men ko'zimni ochib yumguncha nasroniy diniga o'tmayman" dedi. Subhanalloh, qarang. Arzimaydigan chaqalarga dinini sotayotganlarni ko'rsangiz, bularni oldida kim deysiz ularni? Arzimaydigan chaqaga dinini sotayotganlar bor. Dinini sotayotganlar bor. Keyin podshohning shunday g'azabi chiqdi-da, o'rnidan turdi-da aytdi, "Tez buni qamoqqa olinglar" dedi. "Olib kiringlar zindonga." Shunday zindonga kirgizishdi. Podshoh uni ichidagi narsa iymon, shuni sinayapti, iymonni sinayapti. Shunda aytdiki, "Buni" dedi, "dinida shunchalik turadigan bitta eng" dedi, "chiroyli ayollarni topinglar" dedi.
eng chiroyli buzuq ayol topib kelishdi. Buzuq ayol topib keldi, aytdiki, "Ha, bitta ish bor sizga" dedi. Nima degan edi? "Bizda bitta odam bor" dedi. Shuni dedi fitnalab dedi. Ayollarning fitnasi yomon. Shuni fitnalab dedi, xullas shuni dedi yo'ldan chiqarib ozdirib bersangiz dedi, so'ragan narsangiz beramiz dedi. Hech bo'lmasa dedi, shu bir quchoqlasangiz bo'ldi, yetadi dedi. Deganda, "Sizlar dedi, menga bitta quchoqlashni aytasizlarmi?" dedi. Men bilan u zino qiladi, xohlasanglar dedi. Men shunchalik uddabironman dedi ayol. O'ziga ishondi. Jamol, ketgan, chiroyli. Shunda nima qildi? Bo'ldi, meni kirgizinglar dedi. Tunda kirishdi. Shunday kirgizdi, Abdullah ibn Huzafani oldiga. Shunday kirishi bilan Abdullah ibn Huzafa boshini egdi-da, ko'zini yumdi. Haligi ayol endi o'zining latofatini, jamolini, chiroyini ko'rsatganda Abdullah ibn Huzafa tong otgunchayin "Qul inni akhafu in asaytu robbi azaba yawmin azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima. Wa dhalika huwal fawzul azim." Ayting, Rabbimga agar gunoh qilsam, qiyomat buyuk dahshatli kunni azobidan qo'rqaman. Agar Rabbimga gunoh qilsam, shu ayolga nomahramga qarasam gunoh, shuni qilsam, dahshatlik azim buyuk kun bo'lgan qiyomatni azobidan qo'rqaman. Mana oyatni dalil qilish. Bir gunoh ish qilyapsizmi? Ko'chaga chiqdingiz, bir begona ayol, nomahram ayol. Ayting, "Qul inni akhafu in asaytu robbi azaba yawmin azim" deng. Internetlarga kirdingiz. Shunday ayollarning ya bir narsalarning nimasi chiqdi. Ayting, "Men qiyomat kunni dahshatidagi azobdan qo'rqaman men. Men shunaqa insonman" deng. "Man yusraf anhu yawma idhin" qiyomat kuni Allohning azobi kimdan burilsa, kimdan Alloh taolo azobni ketkizsa, u odamga Alloh rahim qildi. Qiyomat kuni azobni ketkizsa, unga Alloh rahim qildi. Mana bu eng yuksak najot shu deyapti Alloh. Mana shu oyatni ertamangacha o'qib ko'zini ochmagan ekan Abdullah ibn Huzafa. Ertalab haligilar nima qilganda, eshikni ochganda ayol otilib chiqqan ekan. Shunday chiqqan vaqtida "Bashir" degan ekan haligilar. Xushxabarni ayt xushxabarni dedi. Subhanalloh, bir mo'min musulmonni yo'ldan chiqarishlik, unga zino qildirishlik ular uchun xushxabar bo'ladi. Bir mo'minni yo'ldan chiqarishlik, bir musulmon insonning hijobini yechishlik, sochini ko'rsatishlik ular uchun bir bashorat bu, xushxabar bo'ladi. Bashir deydi. Sahobiyga buzuqni olib kelib kirgizib turib, qani qanday bir xushxabar bormi deyapti. Deganda haligi ayol aytdiki, "Valloh la a'lamu adkhaltumuni ala basharin am ala hajar." Allohga qasamki, meni insonni oldiga kirgizdinglarmi, toshni oldiga kirgizdinglarmi, men bilmay qoldim dedi. İnsonni oldiga kirdimmi, toshni oldiga kirdimmi, bilmadim dedi. Valloh la ya'lamu huwa unsa ana am zakar dedi. Yana Allohga qasamki, u ham oldiga kirgan erkakmi, ayol ekanini ham bilmadi dedi. Erkak kirdimi, ayol kirganini ham bilgani yo'q ertamangacha dedi. Qarang. Jahli chiqdi. Aytdiki, taom bermanglar. Bo'ldi, qarnini ochirib qo'yinglar dedi. Xuzul kitaba biquwwa. Dinni ushlaysizmi? O'yinchoq qilmang. Dinni quvvat bilan ushlang. Mahkam ushlang dinni. Foydangizga kelganda dindorsiz. Foydangizga kelmay qolsa dinni soti. Yo'q. Foydamiz uchun ham, zararimiz uchun ham dinda turishimiz kerak. Shunda aytibdiki, ocharchiringlar, bermanglar taom dedi. Bir kun taom kelmadi. 2 kun taom kelmadi. 3 kun taom kelmadi. 4-kuni kirishdi. Quladi. Abdullah ibn Huzafa quladi. Holdan toydi. Boshi yerdan ko'tara olmayapti. Boshini yerdan ko'tara olmayapti. Shunda yotganida haligilar kirib kuldi. Ha, qani kuching, matonating qani? Jasadimizda emas, bizning kuchimiz. Bizning kuchimiz qalbimizdagi iymonimizda. Qalbimizdagi iymonimizda.
Shunday kulishib turib aytdiki, "Nasroniy bo'lasanmi?" dedi. Shunday deganda qarang. Yo'q. Bo'lmayman. Gapiramaydi. Shunda oldiga cho'chqa to'ng'izning go'shi bilan aroq qo'ydi. Qarang. Subhanalloh, qarang. Bizni dinimizda bizga nima halol, nima harom, bu kofirlar hammasini biladi. Shuning uchun bizni haromga yetaklamoqchi bo'ladi. Bizni dinimizda nima halol, nima harom ekanini u bizlardan yaxshi o'rganib qo'ygan. Lekin bizni dinimizdan burmoqchi bo'ladi. Bizni aqidamizdan burmoqchi bo'ladi. Bizni bir safsatalarga yetaklamoqchi bo'ladi. Aroq bilan to'ng'izni go'shini qo'ydi. Qo'yganida Abdullah ibn Huzafamday qaradi. Boshimda ko'tardi, aytdiki, "Vallohi laqad alimtum ya aduvulloh" dedi. Ey Allohning dushmanlari dedi. Bilib turibsizlar dedi. Bilib turibsizlar dedi. Hamma baloni bilasanlar senlar. Hamma narsani bilasan. Shuni hozir menga yeyishlik hozir joiz ekanini bilib turibsan dedi. Allohning dushmani shuni men hozir yeyishim joiz. Nimaga? Muhtar o'lim holatiga keldi. Zarur u. U o'zini o'limdan saqlash uchun yesa, ichsa unga bo'ladi. Shariatimizda, biz dinimizda shu. Bir inson o'lay deyapsa, o'lim o'sha o'laksadan boshqa yo to'ng'izni go'shtidan boshqa hech narsa bo'lmasa, to'ymasdan o'limdan saqlanish uchun ozgina yesa bo'ladi deydi. Shuni bilasanlar senlar dedi. Shuni bilib turibsan. Lekin dedi. Qarang, gapni qarang. Yotlavang, yozib qo'ying uyga borib. Lekin vallohi la aj'alu amsalakum. Allohga qasamki, sizga o'xshaganlarni dedi. Senlarga o'xshaganni yasxaruna minal islam va ahlihi, islomni va islomda yurganlarni mening yo'lim, men sababli masxara qilishga yo'l qo'ymayman dedi. Sen masxara qilmoqchisan-da, ana bir musulmoningga to'ng'izni go'shini yedirib aroq ichib yubordik deb masxara qilmoqchisanmi sen hali dinni, hali islomni sen shunaqa qilib odamlarga yomon ko'rsatmoqchimisan sen islomni? Hali sen musulmonlarning ustidan shunaqa qilib kulmoqchimisan? Ya, yemayman dedi. Qarang. Subhanalloh. Ba'zi odamlar bo'ladi, hajga borib kelyapti-dagin, buzuqlikni qilyapti. Shu kishi hamma musulmonlarga yomon ibrat bo'lyapti. Shu sababli masxara bo'lyapmiz. Ba'zi bir namozxonlar namoz o'qib turib o'g'irlik qilyapti. Shu sababli biz dinimizga masxara bo'lyapmiz. Ana namozxoning deyapti. Ba'zi bir domlalaring dinni bilib turib dinni buryapti, dinini sotyapti. Shu sababli bizni dinimiz masxara bo'lyapti. Shu sababli dinimiz masxara bo'lib, odamlar, domlaman deganingni ko'rmaysanmi deyapti. Unday odamlar o'rinlarini tashab, liboslarini almashtirib, qiyofasini o'zgartirish kerak bo'ladi. O'lim vaqtida, olib kelgan vaqtida aytdiki, men sababli musulmonlarni masxara qilishga yo'l qo'ymayman, yemayman dedi. Degandan keyin aytdiki, olib chiqinglarda buni dedi. Yog'ochga solib qilinglar, osinglar mana shunday. Yog'ochga qo'llarini bog'lab, osib qo'yishlik tepaga. Yog'ochga osinglar dedi. Olib chiqib yog'ochga osib qo'yishdi. Necha kun yog'ochda osilib turdi. Necha kun yog'ochda osilib turdi. Keldida aytdiki, "Ha, nasroniy diniga o'tasanmi?" deganida, "Yo'q" dedi. "Yo'q, o'tmayman, rohatlanyapman. Rohatlanyapman dinimda." Deganida, "Tushiringlar bo'ldi, vaqt tugadi endi, o'ldiringlar." Shunda katta qozon qo'ydi. Katta qozonni qo'ydi-da, ichiga yog' to'ldirdi-da, o'tni yoqdi. Yog' qaynadi. Shunday qaynagan edi, ikkita musulmonni olib chiqdi. Asrda turganlardan olib chiqdi-da, shunday tashagan edi qozonning ichiga. Go'shtga nima ajrab, suyakka ajrab ketdi, pishib qoldi. Go'shtga, suyakka ajrab ketdi. Keyin Abdullah ibn Huzafani sudrab olib kelishdi qozonni. Holsiz sudrab olib kelgan edi. Qozonni oldiga kelganda yig'ladi, ko'zlaridan yosh oqdi. Ko'zlaridan yosh oqqanini ko'rgandan keyin podshohning yonida turgan vazirlar aytdiki, "Qarang, yig'layapti" dedi. "Qarang, o'lim endi ishondi bu.
Qarang, yig'layapti, qaytadi deganda, olib kelinglar dedi. Qaytarib sudrab olib keldi podshohning oldiga. Olib kelganida aytdiki, "Ha, nasroniy diniga o'tasanmi?" deganda, "Yo'q" dedi. Deganda, unda nimaga yig'lading?" dedi. Deganida aytdiki, qozonning oldiga borganda, "Hozir meni tashaysizlar. Shunday qozonga tushaman, yo'q bo'laman, o'laman. Jannatda Alloh taolo bersa, rohat ne'mat beradi. Shuni ey Alloh, bitta jon hozir bir tashanadi, o'ladi, bo'ldi. Shuni nimaga menga shunchalik qilsang edi, mening jasadimda qancha tuk bo'lsa, soqollar, sochlar qancha tuk bo'lsa, shuncha jon bersang, hammasini mana shunaqa qilib o'ldirsa edi" dedim dedi. Shuning uchun yig'ladim dedi. Qarang. Qancha tuk jasadimda bo'lsa, hammasini shunday qilib o'ldirsa Alloh uchun, mana shunday qilib men dinimda mahkam tursam, dinimni almashdim. Mana shuning uchun yig'ladim dedi. Xuzul kitaba biquva. Kitobni mahkam ushla. Dinni mahkam ushla. U o'yinchoq emas. U din. Shundan keyin podshoh o'zini yo'qotib qo'ydi. Podshoh o'zini bo'ldi, unaqa podshohning askarlarining ichida unaqasi yo'q. Keyin aytdiki, "Mayli" dedi. "Boshimni bir marta shunday o'pdi, ketaver, sendek ulug' odam ko'rmadim" dedi. Boshimdan shunday o'pdi chiqib ketdi dedi. Deganda, "Kofirga men xo'rlanmayman" dedi. Kofirga men xo'rlanmayman dedi. Qarang. Yalinmayman. Illo dedi. Agar asrda turgan musulmonlarni qo'yadigan bo'lsang shularni, asrdagi musulmonlar, shular uchun men shuni qilishim mumkin dedi. Asrda musulmonlar uchun qilishim mumkin shuni dedi. Mayli qo'yib yuboraman dedi. Mayli qo'yib yuboraman deganida hammasini olib chiqdi. Keldida podshohning boshini o'pdi-da, butun askarni olib qaytdi. Umar ibn Xattobning oldiga kelganida Umar ibn Xattobga sahobalar buni aytib bergandan keyin Umar ibn Xattob quvonib, xursand bo'lib, Abdulloh ibn Huzofani borib quchoqlab turib, yig'lab aytdiki, "Bugundan boshlab Abdulloh ibn Huzofani boshini o'pish musulmonlarga vojib bo'ldi. Eng birinchi men boshlayman" deb Umar radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Huzofani boshini o'pdi.